أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Biz yuqorida Alloh subhanahu taoloning fazl ihsoni va inoyati bilan At-Tafsirul Muyassar degan bu tafsirning uzun darsimizni davom qilgan bo'lib, Maida surasining 10-oyat kelgan qadar to'xtab qolib ekanmiz. Shu aning uzun darsimizni davomlashtirishimiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin kısaca Uyghur tercümesi. Kafir bolgan va bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan kishilar ahli do'zaxdir. Ey mu'minlar! Allohning sizlarga bergan, ya'ni sizlarni dushmanlardan saqlaganlik ne'matini eslanglar. Ayni zamanda bir jamoat sizlarga qo'llarini uzatmoqchi, ya'ni sizlarni o'ldirmoqchi bo'lgan edi. Alloh ularning qo'llarini sizlardan to'sdi. Ya'ni ularning ziyonkashlik qilishidan saqladi. Allohning amrini o'rinlash, ma'ni qilgan ishlardan cheklanish bilan qo'rqinglar. Allohning amrini o'rinlash, ma'ni qilgan ishlardan cheklanish bilan qo'rqinglar. Allohning amrini o'rinlash, ma'ni qilgan ishlardan cheklanish bilan qo'rqinglar. Allohning amrini o'rinlash, ma'ni qilgan ishlardan cheklanish bilan qo'rqinglar.
Müminler Allah'a tevekkül kılsın. Şüphesiz ki Allah İsrail evladıdan mahkem ahd aldı. Ulardan arasından yani 12 aymaqның her birisinden birden 12 başlıqni kepillik üçün cebbarlarga yani amaliliklarga avattuq. Hem de Allah men sizlarga yordam beraman ey İsrail evladı. Allah bilan qasamki agar sizlar namozni ta'dil arkan bilan o'tsanglar, zakot bersanglar, payg'ambarlarimga iymon etsanglar va ularga yordam bersanglar, Allohga qarz hasana bersanglar, ya'ni Allohning yo'lida pul milinglarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'q chiqarman. Sizlarni albatta ostin o'stanlar eqib turgan jannatlarga kirgizman. Shuningdin, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimiki amr qilgan narsalarimni inkor qiladigan, u albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi dedi. Ahdini buzganliklari uchun ularni rahmatimizdan yiroq qildik. Ularning dillarini iymonni qabul qilishga yumshamaydigan darajada qattiq qildik. Ular Tavratning so'zlarini o'zgartib etdi. Ular Tavratda o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Ey Muhammad, ularning ozg'inisidan boshqasining xiyonat qilganligini bayqab tursan. Agar tavba qilsa, ularni afu qilgin. Agar iymon etsa, ularni kechirgin. Alloh haqiqatan yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Xo'sh, vallazina kafaru va kazzabu bi ayatina vallazina jahadu wahdaniyatalloh والذين جحدوا وحدانية الله الدالة على الحق المبين وكذبوا بأدلته التي جاءت بها الرسل هم أهل النار الملازمون لها. Allah'ın birligiga tanıdık Allah. Andaq bir birligi, vahdaniyetki uqtuğucudu bu vahdaniyet. Röşen hakikatini uqturduğun vahdaniyet tanıdık Allah. Ve o Allah'ın ki peygamberleri epkegen delillerini yalgınlı çıkırık Allah. Ula olsa dövzaktın mengu kutlanmaydıgan ehl dözüqüdür. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا ما أنعم الله به عليكم من نعمة الأمن وإلقاء الرعب في قلوب أعدائكم الذين أرادوا أن يبطشوا بكم فصرفهم الله عنكم وحال بينهم وبين ما أرادوه بكم واتقوا الله واحذروه وتوكلوا على الله وحده في أموركم الدينية والدنيوية وثقوا بعونه ونصره. Ey Allah, Allah'ın Resul'a hakik ravişte çümpütkenler, tasdik kıgallar ve Allah'ın şeriatine faal turda özünün ameli hareketlerini işe bağallar. Allah sizlerge emni amallıktan ibaret bu nimetini sizlerge nimet qilib bergen bu alayı bu nimetini aslanlar. Ve sizlerni halak qilishni maqsad qilgan dushmanlarning qalblariga qo'rqinchlikni tashlashni iborat bu ne'matni unutib qolmanglar. Buni eslanglar. Ular Allah ularni sizlardan cho qaytirib to'sib qoldi. Ularning dushmanligini sizlardan cho cheklab qo'ydi. Va ular bilan
ular sizlarga ini maqsad qilgan narsaning orasichu hoyil bo'lib bir to'sqinlik paydo qilib qo'ydi. Ular demak sizlarga dushmanlik qilolmadi. Allohdan qo'rqinglar va Allohdan ogoh bo'ling, saqlaninglar. Birla Allohga sizlarning dunyo va diniy jihatdagi ish kuchinglarni birla Allohga tavakkul qilinglar. Va u Allohning yordamiga va Allohning nimasiga nusratiga ishonch qilinglar. Va siqu va saqa yasiqu siq amri bilan chiqadi. Va saba yasibu sib degandek. Va siqu bi'avnihi va nasri. Allohning nusrat va yordamiga ishoninglar. ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل أن يخلصوا له العبادة وحده وأمر الله موسى أن يجعل عليهم 12 عريفا بعدد فروعهم يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وقال الله لبني إسرائيل إني معكم بحفظي ونصري لئن أقمتم الصلاة وأعطيتم الزكاة المفروضة مستحقيها وصدقتم برسولي فيما أخبروكم به ونصرتموهم وأنفقتم في سبيلي لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار فمن جحد هذا الميثاق منكم فقد عدل عن طريق الحق إلى طريق الضلال. Allah Azze ve Celle puxta ahdi misak aldı. Beni İsrail halkıdın. Nemi dep ibadetini fakat halis üzgülü kılıştı. Cenab-ı Allah'ın üzgülü kılış için puxta ahdi misak aldı. Ve Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın ulargıçı 13 Musa Aleyhisselam'a buyruk kıldı. Ularga Beni İsrail'ga bir 13 arif yani 13 vekil ne kılıştı. Arif bu bir askeri madak bir rütbeninki ismi olan bulup bu nemeden askerden, ceyişten biraz yukarı rakipten biraz töven. Bu bir askeri bir derece. Nakib, parik, liva degenlik akid deyilgan nima bu. Arif bu asker normal askerden yukarı ama nemeden rakipten bir töven bu dereceler. Yani bu arif mandak sözün vekil. Sizlerden bir 13 vekil aldı. Ularınki başkalığı şahmek normal adamlarınki sanı qırtta. 13 aymaklarınki sanı qırtta 13 vekilini alışkı buyurdu. يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. Alıdı bu 13 vekil o Beni İsrail halkının bir nime anlaş Allah ve itaat kılış. Allah'ın Resulü'ne ve Allah'ın kitabına yani Allah'a Musa Aleyhisselatü Vesselam'a ve Tevrat'ın üzge hakik rəvişdə onu anlab kalmasın, ona emel kılış, itaat kılış. Bundan ibaret bu ahdini elişka buyuruydu. 13 vekil uladın bu ahdini elişka buyuruydu. Allah Azze ve Celle Beni İsrail halkı şuna deyir ki çokum men sizlerle billah. Çokum men sizlerle billah. Yani meninki sizlerin asırışım bilen, menin yardım, himayim bilen bolusuzlar. Kaçan bir şart elbette eğer namaz turguzsanlar, namaz okusanlar, zakat ne farz kılgan zakatını öz layık oğa yerge bersanlar, menin peygamberim
sizlarga xabar qilgan narsa haqida haqiq tasdiq qilsanglar va u payg'ambarlarimga yordam qilsanglar va mening yo'limda infoq qilsanglar, ya'ni ushurun maxfiy iqtisod xarajat qilsanglar, albatta sizlarning ba'zi bo'mg'ur yomon qilmishlaringlarni bo'pti qilyapman va sizlarni albatta uning qasrlari ostidan, uning daraxtlarini ostidan o'ssanglar eqib turgan jannatga musharraf qilaman. Kimiki bu ahd payman, bu ahdi misaqqa tuzkorlik qilib, buni inkorlik qiladigan, cho'qim bu haq yo'ldan ozg'un yo'lga adishib ketgan bo'ladi deydi. فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكدة طردناهم من رحمتنا وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين للإيمان يبدلون كلام الله الذي أنزله على موسى وهو التوراة وتركوا نصيبا مما ذكروا به فلم يعملوا به ولا تزال أيها الرسول تجد من اليهود خيانة وغدرا فهم على منهاج أسلافهم إلا قليلا منهم فاعف عن سوء معاملتهم لك واصفح عنهم فإن الله يحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه وهكذا يجد أهل الضيغ سبيلا إلى مقاصدهم السيئة بتحريف كلام الله وتأويله عن غير وجهه فإن عجزوا عن التحريف والتأويل تركوا ما لا يتفق مع أهوائهم من شرع الله الذي لا يثبت عليه إلا القليل ممن عصمه الله منهم. Aş Yahudlarının özge muşu puxta kılıngan ahd paymallarını, ahdi misaklarını buzgallık sebep bilen biz o Yahudlarını bizden rahmetimizden uzaklaştırdık, qoğladık. Ularning dillarini iman uchun qattiq yumshamaydigan nayti qo'pol mushunda qilyapti, qattiq qilyapti. Ular Alloh o'zininki payg'ambari Musa alayhissalatu vassalamga Tavratdan iborat tushgan bu kalomni assustin qiladi. Va ularga pand nasihat maviz qilgan narsadan iborat bu o'zining kishilik nasibasini tashlab tark etadi. Ular demek u narsiga u Musa alayhissalomga nozil qilgan yani u Tavrat kucho o narsiga endi u narsa nimadir Tavratni iboratdi. Shunga falam ya'malu bihi demekçi. Bihi amma qaytida anzalahu kalamahullahu allazi qaytidi. Bundan murat nimadir allaziden Tavratdi. So'ng bihi dedi. Ammo Tavrat degan qarab nemish bihi kepti biha demapti deyilib qolsin demoqchiman. Ular u Musa alayhisalom tushirgan narsaga, u narsa nimadan Tavratni iboratdi. Shu narsa ular amal qilmadi, amal qilishni tark etdi. ولا تزال أيها الرسول تجد من اليهود خيانة وغدرا. Sen ey peygamber, sen tepatsen Yahudlardan xiyonet va g'adr buning o'zimichu vafosizlik ahdiga xiloflik qilish shuni o'zini topsan deb davomlashyapsan hozir qadar. Ular bo'lsa Yahudilar bo'lsa o'zlarininki burungi ota bobolarninki yo'l ustida shu payt ketyapti bular. Faqat ularga tarixda o'tilgan nurg'un maroratlik naiti ochiq kunlarni ularga savoq dars olmay o'ziniki burungi Yahudlarning manajlari ustida ketyapti. Ey payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalam Yahudlardan
Demek bu hıyanet ve gadirni tepatsan deydi. Bu ilki Beni Nezir kabilesi bu Yahudilere Resulullah Aleyhisselam'a bir yerde oltuğan çağda sabırlanan bir ögüzdek bir yerine üstüge çıkıp üstüge bir yoğun bir taşını taşlaydı da muşun bir hıyanet emdi. Bu xil xiyonat va g'adirni davomlashyapti Muhammad alayhissalatu vassalam. Ular demak o'zlarininki ozg'ilardan boshqa hammasi ota bobolarning ay burungi yahudlarning manhaji ustida ketibdi bular. Hech qanday o'zgargani yo'q. Fa'fu an su'i muamalatihim lak. Bularning bu usul, sangoga sanqigan bularning usul muomalasini afu qilayotgan Vasfah. A'fu, fa'fu, vasfah. Bu ikilisi bu qilayotganlik. Ama asbah bu afvudin sal ablag'aroq, afsahroq, martaba sal yuqoriroq. Chunki afsah degan bu bir azodin, ya'ni azoga azo berishdan yig'ilib qilish va shundoqlikla bu bo'lgan aziyatga aziyat berishni yig'ilib qilish unlarni bo'lmasdan bu bu aziyatga qarta yig'ilishlar bilan muomalani yaxshi qilish demakda bu nima e, e, absah absah degan bu hamda andan boshqa afu faqatliklam aziyatni to'silib qilish absah ham aziyatni tuslush hem muamelini yaxshi qilish. Demek bu absah affuduncho ablag va birozdincho a'la demakchi-da. Ha, Vasbah anhum. Ulardan bu qilgan bularniki bu yomon badxo'y usul muomalalardan bu qilayotgan va ularga ham yaxshilik qilgan. Muomalani yaxshi qilgan. فإن الله يحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه. Hakikaten Allah subhanahu wa ta'ala üzgüçü yaman usul adamga nispeten öyle afu qilliqni va bo'pti qilayotganlikni buniga ayblash lavm va itobni tark etgan qarta tark etib naiti muomalani yaxshi qilgan odamni o'zini Alloh yaxshi ko'rdi deydi. وهكذا يجد أهل الزيغ سبيلا إلى مقاصدهم السيئة وشو شش تبدو أهل الزيغ kalbi aktin batılga biraz mayılıp ketkenler bir yolunu tapıda özlerinin şu usul yaman maksatları katta yolunu tapadı. Tapadı. Günümüzün şundak Allah subhanahu wa ta'ala'nın kalamını asustan kılışlan, onu tevil örüşlen, o kalamullah'ın vecisinden başka bir tarafga Muşuşuş tevlirip tahrip kılış arkalık ehl batılla hem özünün usul yaman maksatlarına yol tapmakçı bulvadıdı. Fein acazu an tahribi ve tevili tereku ma la yettafiku ma ahvaihim min şer'illah. Eğer bu tahrip ve tevil bu ayetini üstün kılıp özgertip bu kılışkı kadir olan olsa bunun aciz gelse bula özlerininki havai hevesiga uygun kelmeydigan, özünün xohishiga uygun kelmeydigan Allah'ın şeriatidan ibaret bu şer'ini tashlab ki sabit olup mustahkam qadam ustida turolmaydi bu şer'in ustida lekin ozgina kishilar. Şu ahlavadin. Ula kim deyilse ula Allah ulardan öz panahy gelip kalgan, öz saklap kalgan kişilerden de. Muşlardan başkası hepsi Allah'ın şeriatine ibaret bu tevrenmez, ikilenmez bu şeriinin üstünce özünün havai hevesine uygun kelmeydigan mandak taraflar olsa onu terk edip bundak nimege tahrip ve tahvilge urnuvadı deydi. Xoş. Hem bir yerde ayet-i keriminki
ba'zi bir balag'iy taraflar bo'lsa, buni azroq bir bilganimizcha ko'rsatib o'tamiz. Emin ya eyyühellezine amenu uzkuru ni'metallahi aleykum dedi. Bu ayetin sebebimiz şu ki yeli degende Beni Nezir Yahud ve Medine Münevver'de töt Yahudilik kabilesi vardı da töt Yahudiyle kabilesi Yahudi aymaktır. Hayber, Beni Nezir, Beni Kaynuka, Beni Kureyze deb. Ama şu Beni Nezir Yahudileri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yoğun bir taşın taşımak zorunda bir şuna olduğunda. Ona g'adr qilib xiyonat qilmoqchi bo'ldi rasululloh va rasulullohning ashablari. Shuni alloh subhanahu va taolo bu oyat karimni ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallohi alaykum iz hamma qavmun an yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum deb bu oyat nozil qilgan bo'ladi. Bu oyatning nozil bo'lishining sababi shu. En yebsutu ileykum eydiyahum. Sizlerge ula özlerinin koyma kollarını basatası yaygan mende. Yayma, yeyişli maksat kantı o kömür. İzde hemme kavmun. Yeyişli maksat kantı kollarını sizlerge özlerinin kollarını yeyişli maksat kantı için degen çıkalasın. Basat degeni logatta yaygan mende. Kiyiz bir sat dep koymuş. Kiyiz bir satlımı yeyiliyordu da. Basatası yaygan mende. Bunun da bu sizlarga o'zlarining qo'llarini yeyishni maqsad qilgan bir qavm deb bo'ladi. O'z vaqtida bo'lishini maqsad qilgan deydi. Bu kinoya, nimadan botish va qatldan. Ya'ni sizlarni o'ldirmoqchi edi deydi. Sizlarni tutmoqchi edi. Sizlarni o'ldirib sizlarni halok qilishni maqsad qilgan bir qavm. Bularning bu Alloh undan saqlab qoldi. Allah'ın bu saklapkan bu nimetini eslanla demekçi değil. Bu batş ve katilden kinaye. Kaysi ey yebsutu ileykum. Fekeffe eydiyehum ankum. Husbal Allah. Ularının kolunu siledin. Yani fekeffe eydiyehum ankum diyelim. Bu muço bu yani men ve habsin kinaye. Ular siledin çok tuz kaldı. Ularning qo'lini siladin demoqchidir. Bumi pakaffa aydiyahum degan bumi kinoya man va habs ularni misol to'sib qoldi demoqchi deydi. Va ba'asna minhum isnay ashara naqiba. Buningda biz 12 naqibni nim qildik, oldik, avatdik deydi. 12 vakilni 12 vekilni qildik, avatdik deb. Buningda hamda bu 12 naqibni avatdik deganda yana biz buni Musa alayhissalomni ulardan 12 vekilni elishga buyurdik deydi Alloh subhanahu taolo. O naqib degan qavmning cho'nglari o qavmning shu ish kuchlariga vakil bo'lgan, shuning ishlari ustida turganlar demakchi deydi. Bunu Allah'ım Zemahşeri'nin kan tefsirde bu Beni İsrail halkı Mısır'da Pir'un alak olgandan keyin u yerda biraz muqimlashdi. Ish kuchi biraz u yerga xotirjam bo'ldi. Xotirjam bo'lgan vaqtda Pir'un alak olgandan keyin Alloh taolo bularni chu hozirgi Falastinning Ariha degan mushu yerga berishga buyurdi. Sham zaminidagi Sham ham shu vaqt Suriyaning ma'lum bir qismi Ordon, hozirgi Iordaniya degan Livan, Lubnan demdik o, Falastin, o'shani ham Sham deb atalgan bo'lib, Ariha hozirgi shu Zipatil G'arbiya degan shu joylar Xitoy G'azza Zipatil G'arbiya. Ikkisining o'rtasi Yahudiylar kirib olgan bo'ladi. Bu Ariha shu Zipatil G'arbiya qismisida, g'arb qismisida. Mushu Ariha degan yerga berishga Alloh taolo buyurdi deydi. Bu yerda Kan'aniyun deb bir xalqlar o'shada o'ltiradi. Bu Kan'ani deganni Shamdagi shu tuproqda yashayotgan
Sam Nuh Aleyhisselatü Vesselam'dan Ham, Sam, Yapasga üç oğlan bo'lgan bo'lib, bu shu Sam irqiga mansub bo'lgan xalqkan. Cho'ng, kuchtungur. Mushundaq kan Allohlar o'tirdik bu yerda. Ular uchun dediki Alloh subhanahu va taolo deb men sizlarga bir muqim, bir qarorgoh, mangu yashash o'rnini yozdim shu yerda. Shu nimda Arihada. Unda bo'lgandan keyin u Arihadagi Kan'oniylar bilan bir kurash qiling, jihad qilinglar deb. Men sizlarning yordamchi bo'laman, yordamchinglarman. Men sizlar bilan birga deb. Shunda degandan keyin Musa alayhissalatu vassalamcho har bir oymoqdan bir nimani bir naqibni oladi. Yani bir vekilni tallaydı. Tallab u Musa aleyhisselam u nimalardancho naqiblar vakillar bilan nuqabalar bilan Ariha tarafiga boradi. Bu Kanan ziminiga yaqin bo'lgan chog'da Musa aleyhisselam bu 12 raqibni o'zini naqib yani 12 nuqabalni o'zini xabarlarni bir ko'rib, tajassus qilish avatida ko'rib bakinglar, ular qayerdan qaygacha kuchimiz yetam-yetmamdi u bu degandek. Ula bu alliq bu qahni ko'rib, kuchtungur yo'g'on ekan ko'rib, shundan ularcho qo'rqidi ulardan. Qo'rqib qaytib keladi. O'zining bu qoldi qavmlarga deb qo'ydi. Asli Musa alayhissalom ularni u ko'rgan, bilgan u yerdagi naqmaydagi ahvolni bu o'z qavmlariga demaslikka buyurgan. Şundan bula bu yerdeki Musa Aleyhisselam'ı kılgan hiç qanday bir kim sözülmeslik bu askeri bu mahfiyetlikni saqlashdan ibaret bu qılgan ahdini buzgan boludu. Lekin ulardan fakat ikkilamlikilam bu 12 nuqabadan ikkisi sır saqlab qolgan boludu Musa Aleyhisselam'ın parmağına boysunup. Qolganlari hammasi o'z qavmiga pash qilib o'tadi. Bu endi miladiyadan 4000 yıl burunqi ahvol. Mandaqcha aytganda 6000 yıl bo'ldi demoqchida. Musa alayhissalomning tarixiga, hayotiga 6000 yıl bo'ldi demoqchi. Xo'sh. Endi va ba'asna minhum 12 naqiba. Va ba'asna minhum 12 naqiba degan iltifot va ilmul badi'da iltifot deb gapiradi. Bu kalamdaki böyle husn latafatdan paydolan. Da ve ba'asna minhum 12 ayda. Nimli da ya da فكف أيديهم عنكم مثلا ولقد أخذ الله هم سوتشو غيب سيغسلن keltirgan g'oyib sig'slan kaffa ahaza demek. Madem ve ba'asna minhum 12 naqibada mutakellim mal g'ayri sig'lan keltirdi. Demek g'oyibdan mutakellimga iltifot qilingan bo'ldi. Udul qilingan bo'ldi. Bundan da çok bir i'tina bi sha'n deb gap bor. Bu naiti kalamdan ki haliga favqulodda ko'ngil bo'lganlik. Shu jihatdan g'aybatdan takallumga iltifot qilindi. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soat bo'ladi. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.